O'zbekiston xalq shoiri, elimizning sevimli farzandi Muhammad Yusufning she'rlarini yod olmagan, qo'shiqlarini sevib tinglamagan inson kam bo'lsa kerak. Uning sodda, ravon va xalqchil she'rlarida katta-yu kichik o'z dardi tashvishi, quvonchu shodligini his etadi. Shuning uchun ham har bir satrini yuragiga jo qiladi. Muhammad Yusuf 1954-yil 26-aprel kuni Andijonning Marhamat tumanidagi Qovunchi qishlog'ida oddiy mehnatkash oilada tavallud topgan. Muhammad Yusuf bolaligidan adabiyotga qiziqqan. 1978-yilda Rus tili va adabiyot instituti, hozirgi O'zbekiston Jahon tillar universitetini tamomlagan. Shoirning dastlabki she'rlari 1976-yil O'zbekiston adabiyoti va san'ati haftaligida bosilgan. Birinchi kitobi Tanish teraklar nomi bilan 1985-yilda chop etilgan. So'ng uning Bulbulda bir gapim bor, Iltijo, Uyqudagi qiz, Ko'nglimda bir yor, Erkaklik nomli qator she'riy to'plamlari nashr qilinadi. Mazkur to'plamlarga kirilgan she'rlarda shoir o'z mansub bo'lgan avlodning eng oliyjanob va yuksak insoniy fazilatlari bilan birga ular qalbidagi yoshlik sururini, ishq va muhabbatning ajib tuyg'ularini samimiy ohanglarda yonib kuylaydi. Uning yuragidan to'kilgan navobaxsh she'rlar dilbar qo'shiqlarga aylanib, Muhammad Yusuf nomini tezda elga tanitadi. Shoirning ishq muhabbatni alqagan nazmi bilangina emas, ona vatanga cheksiz sadoqatini izhor etgan, istiqlolni va xalqni ulug'lagan she'rlari bilan ham yoshlarimizning sevimli shoiriga aylanadi. Muhammad Yusuf 2001-yil 1-iyulda vafot etgan. 1989-yilda Uyqudagi qiz nomli she'riy to'plamlari uchun u Respublika yoshlar tashkilotining mukofotiga sazovor bo'lgan. 1998-yilda O'zbekiston xalq shoiri unvoni berildi.